Deyarli hammamiz har kuni azon eshitamiz. Muazzin Allohu akbar deb azon aytadi. Mana Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muazzin." Agar sizlar idza sami'tumun nidoni eshitsanglar, nido nima edi? Azon. Azonda eshitsanglar, muazzin aytgan narsasini mislan ayting dedi. Qanday masalan, muazzin Allohu akbar desa, siz ham Allohu akbar deng. Ashhadu an la ilaha illalloh desa, siz ham ashhadu an la ilaha illalloh deng. Ashhadu anna Muhammadar rasululloh desa, siz ham shuni ayting. Illo Muslimda keladi. Hayya alas solah, hayya alal falah deganda la havla va la quvvata illa billah deng. Demak, muttafaqun alayh hadis. Azon eshitdingizmi? Indamay turmang. Muazzin aytganini qaytaring.